Man ilgari umidga to'lgan Uyg'ur, ammo hozir o'zimni umidsizlik va qo'rqinch ichida qapsilib qoldim. Burun man etim va yetim jamiyati ilgari surgan va'dalarga ishonatdim. Ular Idlabda maktab va kutubxona qurishga, bundan keyin urush bo'lmaydiganligini, turalg'i va bexatarlik bilan ta'minlaydiganligiga va'da berdi. Qandaqla bo'lmasin, reallik menga eng rahimsiz zarba berdi. Man Turkiyadagi dukunimni setib, xizmatimni tashlab, barliq narsa keraklarimni va naq pullarimni topshirishga majbur bo'lganda, bularning hammasini o'mushliq o'tish uchun deb o'yladim. Ammo hozir man vayron qilg'uch muhitda yashayapman. Qonuniy o'rni bo'lmasa, asosan degudek tashqi dunyodan uzilib, shaxsiy erkinligimdan butunlay mahrum qolaman. Man Idlabga kelgandan keyin qaytishga va'da bergan buyumlar hali burulla izderiki bo'lmay g'ayib bo'ldi. Har kuni man qo'rqinch yashayman. Atrofim qalaymiqanchilik, umidsizlik va chorsizlik bilan qo'rshalgan. Hatto mening quruq yanchuqum bilan Turkiyaga